tarbiya səfərimizə bir yolbaşçı, yaxşı bir yetəkçi bo'la oladi. Şunu biz bu sohalarda davamlı öyrənişimiz kerak. Xuddi bir mən Instagramda deyimə, dərsxanamda mütəq aldığım etim isimga kelib degandim. Xuddi bir hünərvən bir hünərni öyrəngəngə oxşaş. Bir satranççılıq qilish üçün məxsus bir şu hünərni məlum vaxt öyrəngəngə oxşaş. Bir tikçilik qilish üçün məlum vaxt məxsus şunu öyrəngəngə oxşaş. Pərzənd tərbiyəsi kəsbini əslində öyrənişimiz kerak. Bu kəsb, yəni gəlib bu biz qılmaqçı bolğan yoki biz qılıbatqan bu balalarning tərbiyəsindən ibarət bu xizmət nəhayət qiyin bolğan, məsuliyyəti ağır bolğan. Biz bəzi sal qaragan xatoliklarni o'tkazib qolsak, hattoki umrvoyat pushaymonga qoladigan, uning o'rnini to'ldirib bo'lolmaydigan darajada pushaymon qoladigan ishlar bo'ladi-da. Shuni bu kasb, bu hunar dunyodagi balkim ota-onalarga nisbatan dunyodagi har qanday kasbdan balki muhim bir kasb bo'lishi mumkin deb qarayman. Mayli diniy nuqtadan aytayli yoki fanniy hozirgi zamondagi fanniy nuqtadan aytayli qaysi tarafdan bo'lsin, bolalar taraqqiyotini tadqiq qilish, farzand tarbiyasini o'rganish har bir ota-onaniki eng avval o'rganadigan bir o'rganish sohasi, bilim sohasi bo'lishi kerak. Bu jihatdan davomli o'zini taraqqiy qildirish kerak deb qarayman. Xuddi boshqa bilimlarni o'rganga o'xshash bunga maxsus vaqt chiqarishi, maxsus bir mablag', vaqt ajratish kerak deb qarayman. Bolalar taraqqiyot sohalari degan vaqtimizda odatda shu pedagoglarning ko'rsatmalari bo'yicha mundaq chitqa vaqtda bolalarningki hissiy ijtimoiy taraqqiyoti, aqliy ham zehniy taraqqiyoti hamda fiziologik taraqqiyotini ko'zda tutamiz biz. Odatda biz burungi vaqtlarda o'g'iz tilimizda Uyg'urlar bolalarningki taraqqiyoti desa, aqliy jismoniy taraqqiyoti deb davomli ikkisi birlik keladigan. Odatda miyada ruhiy sog'lomligi yoki hissiy ijtimoiy taraqqiyot deydigan yana bir taraqqiyot sohasi ancha tilga ilinmaydi, ham bek muhim deb qaralmaydi burungi vaqtlarda. Ammo bir insonningki sog'lom bo'lishi, sog'lom taraqqiy qilishi uchun yoki baxtli yashashi uchun muhim bo'lgan narsa aqliy ham zehniy taraqqiyoti, fiziologik taraqqiyoti yoki sog'lomligi bo'lganga o'xshash hissiy ijtimoiy taraqqiyoti ham shundoq muhim. Yani kelib bu eng muhimlardan birisida. Chunki inson aqliy zehniy jihatdan qanchalik mukammal bo'lib ketsin, qanchalik bilimli bo'lib ketsin, zehni o'tkir bo'lib ketsin, fiziologik jihatdan qanchalik sog'lom bo'lib ketsin, kuchli bo'lib ketsin, uningki ruhiyati, ya'ni psixikasi sog'lom bo'lmasa, bir hayotdan xushallik topa oladigan, turmushniki egiz paslarga sabr qila oladigan, o'zining kayfiyatini o'zi tanishilay oladigan, hayotga kulib baqalaydigan mundaq bo'lmasa u odamni bu ishki jihatdan har qancha yuqori darajada bo'lsa-mu baxtli deb ketgan bo'lmaydi. Shunga biz uchun bolalarimizning tarbiyasida burungi vaqtlarda haqiqatan ota-onalarimiz bizniki hammadan bak asosiy jihatdan fiziologik sog'lomligimizga yoki jismoniy sog'lomligimizga e'tibor berib kelgandi. Ammo biz hozirgi vaqtda bildik, hozirgi tadqiqotlar davomli buni o'ttirib qo'yadi. Hissiy ijtimoiy taraqqiyot, aqliy ham zehniy, fiziologik taraqqiyot hammasi muhim, hammasiga teng e'tibor berishimiz kerak. Hissiy ijtimoiy taraqqiyot degan vaqtida bir bolaning yoki bir odamningki kishilik xarakteri qandaq? O odam yoki o balamiz o'ziga ishonamdi, jimg'irmi, tortinchoqmi, chiqishqoqmi, umidi bormi yoki jur'atsizmi? Yoki uning his tuyg'ulari. His tuyg'ularni biz bilamiz. Qo'rqish, xushal bo'lish, andishlanish, jiddiylashish, ko'ngli yerim bo'lish, azoblanish, o'zini tuvan ko'rish, gunohkorlik his qilish, numus qilish degan o'xshash his tuyg'ular bor. Mushular bu tuyg'ular bo'lsin yoki bu kishilik xarakterlar bo'lsin, amaliyotda bizdan hech qaysi vaqt ayrılmaydı. Biz hamma vaqt shu his tuyg'ular bilan, shu xarakterlar bilan yashaymiz. Shundaq bo'lgan ekan ham bu his tuyg'ular, ya'ni kishilik xarakter, ya'ni hissiy ijtimoiy taraqqiyot bu jihat bir inson uchun, bir bola uchun nihoyat muhim. Shunga bu soha bu jihatdami ko'ngil bo'ldi. Ondan aqliy taraqqiyoti. Aqliy taraqqiyot deganda biz bilamiz, bir masalalarni hal qilish, masalalarni bartaraf qilish iqtidori, bir narsani tushunish, analiz qilish iqtidori, asli tutish qobiliyati deganlar aqliy taraqqiyoti deb qaraldi. Yaqinqi vaqtlarda bolalarniki aqliy taraqqiyotiga biz ko'ngil bilmizda, bizning ichimizda bu muhimki deb bolalarniki zehnini ochadigan, har xil o'yinlarni o'ynaydigan, o'yinchiqlarni o'ynaydigan ishlar chiqyapti to'g'ri, yaqiningizda chiqdi. Bu nihoyat yaxshi ishda. Haqiqatan shundoq faoliyatlarni qilg'izish bolaninki masalalarni bartaraf qilish iqtidori, bir narsalarni analiz qilish iqtidori degandek bundoq aqliy qobiliyatlarni haqiqatan o'stirishga yordam bo'ldi. Ondan fiziologik taraqqiyoti.
Fiziologik taraqqiyotda bu nihoyat oddiy. Bolalarniki badan sog'lomligi, harakat qilishi, mayli cho'ng muskullarni harakatlantirish bo'lsin yoki ushoq qo'l muskullari degandek muskullarini harakatlantirish bo'lsin. Bular ondan bolalarning til taraqqiyoti. Til taraqqiyot amaliyotda fiziologik taraqqiyotga bog'liq ham jismoniy deyman, aqliy taraqqiyotga bog'liq. Bu nihoyat zil bo'lgan bir taraqqiyot, til taraqqiyoti bolalarniki. Buniki fiziologik taraqqiyotiga munosabatli bo'lgani, u bolalarniki tillarninki bir masalasi bo'lish bo'lmasligi, ya'ni gap qilishga yordamda bo'ladigan a'zolar bor og'izdagi. Shu a'zolarmi buningga qatnashadiganlik uchun til gap qilishga. Shunga bu taraqqiyot ham fiziologik taraqqiyotga kiradi. Endi biz bu 3 taraqqiyotga, fiziologik taraqqiyoti, aqliy taraqqiyoti, jismoniy taraqqiyot, shu 3 taraqqiyot bizning bolalarimiz bilan har vaqt birga. Ham biz bolalarimizniki mushu jihatlardan taraqqiy qilishiga yetakchilik qilamiz, yordamda bo'lamiz, hamroh bo'lamiz, yordam qilamizda, kuch qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz. Bu jihatlarni yaxshi bo'lishini hammamiz umid qilamiz. Unda bo'lgankan biz qandoq qilsak, qaysi taraflarga bekara kuchsak, bu jihatlarni bolalarimizni texmi yaxshi taraqqiy qildira olamiz. Yoki bu jihatlarni taraqqiy qilish uchun bolamizga qaysi omillar ta'sir ko'rsatadi, qaysi narsalar ta'sir ko'rsatadi, buni bilishimiz kerak. Unda bo'lsa bolalarninki o'sib yetilishiga ta'sir ko'rsatadigan omillarga qarab boqaylik. Bolalarning o'sib yetilishiga ta'sir ko'rsatadigan omillar irsiyat deganni bilamiz, ajdoddan avlodga nima qiladigan belgilar, miros qoladigan belgilar. Ondan muhit omillari, yashayotgan muhit, oila muhiti bo'lsin yoki maktab muhiti bo'lsin, o bola bilan uchrashgan har qanday muhit. Ondan o madaniyat, oila madaniyati bo'lsin, o jamiyatdagi kengri madaniyat bo'lsin, bu ta'sir ko'rsatadi. Shu abayqi taraqqiyotlarga, ondan oziqlanish ta'sir ko'rsatadi, hormonlar ta'sir ko'rsatadi, ondan oilaningki shakli ta'sir ko'rsatadi. Albatta oilaning shakli nihoyat murakkab, xilma-xil bo'ladi. Muşular ta'sir ko'rsatadi. Endi biz bu omillarga qaraydigan bo'lsak, irsiyat omili oiladan kelib chiqadi. Ota-onaninki qandoq bo'lishi bolaga ta'sir ko'rsatadi. Bu irsiyat omili ota-onadan kelib chiqdi, oiladan kelib chiqdi. Muhit omiliga qaraydigan bo'lsak, bolalar eng avval oila muhitining ta'siriga uchraydi. Bu muhit bolalar uchrashadigan tunji bir muhit va maktab. Demak, bu yerdami oila asas bo'ldi. Madaniyat degan vaqtimizda bolalar ham oila madaniyatiga ta'sir uchraydi, ham jamiyat madaniyatiga ta'sir uchraydi. Ammo bu yerda yana eng muhimi oila. Chunki bolalar kichik vaqtlarda ko'p vaqtlarda oila madaniyati qabul qildi. Oila madaniyatining ichida cho'ng bo'ladi. Oziqlanishmi oiladan bo'ldi, hormonlar shu oziqlanishdan keldi, oiladan bo'ldi. Oilaning shakli ham shundoq. Demak, bolalarningki o'sib yetilishiga ta'sir ko'rsatadigan yoki abayqi 3 jihatdan taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatadigan omillarning hammasi oiladan kelib chiqadi ekan. Demak, oiladagi omillar yoki oila bolalarning o'sib yetilishiga ta'sir ko'rsatadigan eng muhim omillardan birisi desak bo'ladi-da. Demak, oila muhim. Hozirgi pedagoglar bugungi zamondagi pedagoglarning hammasiniki o'rtaq qarashi bolalarninki tunji maktabi oila. Ya'ni bu maktab degan vaqtda bular akademik bir narsalarni o'rganadigan maktab emas, butun hayotidagi hayat shaklini o'rganadigan, kishilik xarakterini yetildiradigan, o'zining kelgusida qandoq inson bo'lib shakllanadiganligi belgilanadigan bir o'rin bu. Bola tug'ilgan vaqtida u hadis nim keldi o. Hadisni o'ylasanglar bo'ldi. Bola tug'ilgan vaqtida bola bir nima bo'lib yaxshi yoki yomon holat tug'ilmaydi. Ya'ni u noiti ichtar yoki bo'lmasa u bola noiti pes bunday bo'lib tug'ilmaydi. Bu yerda oiladagi bola uchrashgan muhitdagi bu omillar, ota-onaning muomalasi, atrofdagi muhitlar, bu ishlar ta'sir ko'rsatib bolani yoki undaq yoki bundaq xarakterda shakllantirdi bolani. Bolaning kimligi, bolaning xarakteri, bolaning qandoq inson bo'lganligi asosiy jihatdan butunlay emas, asosiy jihatdan oiladan shakllandi, oiladagi ota-onaning tarbiyasidan shakllandi. Demak, ota-onaning tarbiyasi nihoyat muhim bo'lib, dastlabki vaqtlarda bola uydagi bor vaqtda, dastlabki yillar nihoyat muhim. Pedagoglar garchi bolalar maktabni 6 yoshda boshlaydi yoki yaslini 3 yoshda boshlaydi deb mundaq bilimizga biz undaq bo'lsa-mu, oiladagi tarbiyaniki nihoyat muhim ekanligi birlik kap bo'ldi-da. Yani ota-onaning tarbiyasining nihoyat muhim ekanligi birlik kap bo'ldi. Oiladagi ota-onaning bolaga tutgan muomalasi, oilaning shakli nihoyat muhim. Oilaning turlari umumiy jihatdan bu bolalar taraqqiyot sohasida 3 turlik bo'ladi. Birisi hukmron oila, birisi demokratik oila, yana birisi kengqul oila. Buningki
türge ayrılışdan çıkıp duruyordu ha. Hükümran aile deganimiz asas jihatdan huquq birisining qo'lda bo'ldigan, u hukmron bo'ldigan, boshqalar uning og'zi qaraydigan, u boshqalarni boshqaradigan, uningdan boshqalarga, u hukmrondan boshqalarga qaror chiqarish huquqi, tanlash huquqi berilmaydigan, ularningki ba'zi arzu istaklari, talablari u qabul qilsa bo'ladigan bo'lmaydigan deganga o'xshash, uning bo'ysunadigan bir hukmron bo'ladi. Bu yerda mayli dada bo'lishi mumkin yoki ona bo'lishi mumkin yoki dada, opa ikkisi teng bo'lishi mumkin yoki buva, ya'ni cho'ng dada, cho'ng opa bo'lishi mumkin-da. Bundaq oilalarda cho'ng bo'lgan bolalar itoatkorlikni o'rganadi. İtaatkarlıqni o'rgandi. Ya'ni kichikdan tortib bo'ysundirilib cho'ng bo'lgandan keyin o'ziga xos bo'lgan mustaqil fikr bo'lmaydigan, erkin fikr qila olmaydigan bo'lib qoldi umumiy jihatdan. Ondan demokratik oila, demokratik oilada kelib chiqyapti ismdan ko'rinib turibdi. Bu oiladagi har bir a'zoga o'ziga tushliq bir huquq, qaror chiqarish huquqi kuch beriladi. Bundaq bo'lgan vaqtda bir ishlar bo'lsa maslahat elinib, boshqalarning fikrini elinib, bir-birisining fikriga hurmat qilinib, hal qilindi bir ishlar. Albatta bunda oilada cho'ng bo'lgan bolalar masalalarni o'zi yaxshi bir taraf qila oladigan, ilg'or fikrlik, erkin fikrlik bu cho'ng bo'ldi. Ondan keng qo'l oila. Keng qo'l oila deganda bolalarningki, masalan, ota-ona bolalarimiz bizdek jafo tortib qolmasin, qiynalib qolmasin, azoblanmasin deb hamma ishiga yo'l qo'ydigan, bo'pti deydiganda, mutlaq erkinlik beradigan oila demoqchi. Bunda oiladagi bola xohlagan narsaga erishdi. Masalan, xohlagan narsaga erishgandan keyin bola shaxsiyat bo'lib qoldi. Shaxsiyat bo'lib cho'ng bo'lgan vaqtidami boshqalar men uchun mundaq qilib bersa deydi, bir narsani o'ziga beg'ishlamaydi. Mas'uliyat eng tuvan bo'lib qoldi. Endi bu bir umumyuzlik sinfga ayirish. Bu mutlaq shunday emas, umumyuzlik sinfga ayirish. Bir oilada dada hukmron bo'lib, opa keng qo'l bo'lib qolishi mumkin. Opa demokratik bo'lib, dada hukmron bo'lib qolishi mumkin degandek mundaq o'xshamaydigan nimadegilar bo'lib qolishi mumkin. Ammo umumyuzlik bundaq turga ayrildi. Biz pedagoglar bolalarning qanday qilsak eng yaxshi tarbiya suna olamiz, qanday tarbiyalaymiz deb tadqiqotlarni olib bordi. Shularning nimasiga erishimiz dedik-ku. Biz zamonaviy ilg'or sistemalardan, ilg'or ma'rif sistemalarini ochirki Montessori metodini o'rganmoqchi. Montessori metodi Maria Montessori o'tirib qo'ygan bir ma'rif usuli, ya'ni farzand tarbiyalash usuli bundaq aytgan vaqtda. Amaliyotda xuddi Montessori metodiga o'xshash dunyoga dangliq boshqa ma'rif sistemalari bor. Nayt ko'pda, chunki o'xshamagan pedagoglar o'ziga loyiq bo'lgan har xil fikrlarni o'tirib qo'yib, har xil sistemlarni o'tirib qo'ygan, maktablarni ochgan, undan keyin shundaq tarbiyalasak bolalarni yaxshi bo'ldiki deb shuni ching turganda, ularning har birisining o'ziga tushliq aloyidligi, ortiqchiliklari bor, o'ziga tushliq kamchiliklari bor bo'lishi mumkin. Ya'ni Montessori metodi birdan bir eng to'g'ri bo'lgan, mukammal bo'lgan bir ma'rif sistemasi degili bo'lmaydi. Buning kamchiliklari bor. Ham Montessori metodi eng yaxshi deb buning esilish bo'lmaydi. Balkim boshqa ilg'or ma'rif sistemalarida biz foydalansak, texmo manfaatga erishishimiz mumkin. Bu ilg'or ma'rif sistemalaridan Reggio Emilia, Waldorf, Montessori va boshqalari bor. Bu yerdagi faqat misol. Bularning hammasi bularning ismlari bilan atalgan. Bu odamlarning o'tirib qo'ygan odamlarningki ismlari bilan atalgan. Bu pedagoglar, bu yoki bu ma'rif sistemalarini o'tirib qo'ygan, barliqqa keltirgan odamlarningki shu ism bilan atagan, bularga xos bo'lgan maktablar bor. Hozirgacha davomlashayotgan Waldorf maktablari, Reggio Emilia maktablari, Montessori maktablari degan o'xshash maktablar shu ma'rif sistemasi asosida o'qitib beryapti hozirgacha. Unda bo'lsa biz bugungi darsimizda Montessori metodi haqida tanishib chiqamiz. Bu yerda mundaqla bir o'rnak rasm bu o'tib ketmasin. Montessori sinfi bu yerdagisi, bu yerdagisi odatdagi maktablardagi sinf. Bu Montessori o'yin uyi, bu odatdagi o'yin uyi. Endi Montessori ma'rif andizasi degan nima? Buningga keldik. Montessori ma'rif andizasini Maria Montessori o'tirg'a qo'ygan dedik-ku. Bu ayol keltirib chiqargan desak bo'ladi.
bu ma'rif andizasininki yoki ma'rif usulininki barliq kelishida Maria Montessorining hayoti yoki Maria Montessori o'zini aytdi cho'ng rol o'ynagan. Hozirgi kelguncha bizga yetib kelishi, ya'ni aynan holatga yetib kelishi, dunyoga tarqalishda Maria Montessori nihoyat kuch chiqarganda. Shunga Maria Montessorininki hayotini o'rganish, Montessori ma'rif andizasini o'rganishninki tunji qadami hisoblandi. U ayolning hayoti bilan tanishib chiqish. U ayolning hayoti bu ma'rif andizasi bilan chambarchas bog'lanib ketganda. Şuna biz bu metodni o'rganishdan avval Maria Montessori bilan tanishib chiqamiz. Unda bo'lsa Maria Montessori kim? Bunaga kelaylik. Maria Montessori degan bir ayol, rasmdagi shu ayol. Bu ayol 1870-yili 8-31 kuni tug'ilgan. Shunda bo'lsa hozir 150 yıl oldu. 150 yıl oldu Maria Montessori tug'ilganiga. İtaliyalik tunji ayol doktor bo'lib, doktorlik sohasidan ma'rif sohasiga yo'tkilib, Montessori ma'rif metodini tuzib chiqqan yoki o'tirib qo'ygan. Ham bolalarniki ichki tabiiy kuchini qezib chiqarishda bu metod orqali muvaffaqiyat qozongan. Bu bir yig'inchoq bir narsa. Tafsiliy bilishimiz kerak buni yani. Maria Montessorining hayoti to'g'risida tanishimiz kerak. Maria Montessori İtaliyalik bir ayol. Maria Montessori yaşayotgan mezgillarda ayollar yoki qizlar maktablarda ancha o'qitilmaydi. O'qitilsa-mu o'rlab o'qimaydigan, oliy maktab o'qimaydigan, qisqali o'qiydigan, o'rta maktabgacha o'qiydigan, andin tarix, adabiyot deganga o'xshash ijtimoiy pallarda o'qituvchilik qiladigan xizmatlarni ishlaydi. Tabiiy pallarni ishlaydigan yoki yuqori o'rinlarda xizmat qiladigan ishlarni ayollar qilmaydi. U vaqtlarda Italiyaniki diniy jihatdagi an'anasi yoki diniy jihatdagi dinning ta'sirida deylik. Shu zamonlarda Italiya dinning ta'sirida ashundaq deganda ayollarga ayrim qaraydigan, erlar bilan ayolniki aralashishini to'g'ri ko'rmaydigan holatga. Maria Montessori shundaq bir mezgilda maktabga kirib o'qiydi. Maria Montessori kichikdan tortib matematikaga nihoyat usta, ondan bek tirishchan o'qishga bek qiziqishi yuqori bundaq bir qiz bo'ldi ekan to'q. Shuning bilan Maria Montessori bu qizg'inligi bilan injener bo'lish qaroriga keldi kichikdan, o'tir maktabdagi vaqtida. Uning keyinidan injener bo'lish uchun o'tir maktabni o'g'illar bilan o'qish kerak. To'liq o'tir maktabni o'g'illar bilan o'qish kerak. O'g'illarning maktabiga kirish kerak ekan. Shuning bilan Maria Montessori yolg'iz bir qiz. Maria Montessoriniki o'g'illar maktabiga kirishiga hammadan qarshi chiqdi. Shuning bilan Maria Montessori dadasiga to'xtamasdan ideya xizmat ishlab, o'zining orzularini deb qilgandan keyin dadasi bunga qo'shildi. Shu Maria Montessori o'g'illar maktabiga kirib o'qiydi. Bu jarayonda Maria Montessori yeklashlarga, mazaq qilishlarga uchraydi. Mayli maktabda rahbarligidan bo'lsin, o'qituvchilar bo'lsin, saboqdoshlar bo'lsin, ko'ch-ko'ylarda bo'lsin, bu bir qiz valninki bundaq o'g'illar bilan o'qishi yoki o'rlab o'qishi hech qanday qabul qilinmaydigan bir numus bir ishlab qaraldi-da, shundaq yaklandi. Ammo Maria Montessorininki o'qishga bo'lgan, ilm-fanga bo'lgan qiziqish tufaylidan bunga chidaydi Maria Montessori. Ondan bu maktabga berib kelishmi ham bir qiz bolaga o'zi yolg'iz sirtlarda yurishmi u vaqtda qabul qilmaydi ekan. Dadasi har kuni opirib keldi. Unda Maria Montessori u maktabni bitirib bo'lgandan keyin doktorlik o'qish qaroriga keldi. Ammo bu doktorlikmi u vaqtlarda ayollardan doktor yo'q, ya'ni doktorlik kasbiga ayollarni, qizlarni qabul qilmaydigan vaqtlarga u vaqtlarda. Shunda bo'lsa Maria Montessori yana dadasi bilan kuchayib, dadasiniki jamiyat xili o'rni bor odam, siyosatchimi, shundaqdir deyman. O'rni bor odam, dadasiga ideya xizmat ishlab yana davomli tirishib, doktorlik kasbiga qabul qilinadi. Yana o'xshashli o'g'illar bilan yolg'iz o'qiydi. O'xshashli mazaq qilinishlarga, yeklashlarga uchraydi. Masalanga sinfga o'quvchilar kirgan vaqtda o'qituvchi butun o'quvchilar, o'g'il o'quvchilar kirib bo'lib, Maria Montessoriga eng oxirida kirishga ruxsat qildi. Ya'ni orasida yoki oldida kirishga bo'lmaydi deb eng oxirida kirgizdi. Ondan odam badanlarini kuzatadigan, tadqiq qiladigan bundaq darslar bo'lib qolsa, Maria Montessorining u darsga qatnashtirmaydi. Chunki u vaqtlarda qizlar bilan o'g'illarniki aralash undaq ochiq badallarni ko'rishi, doktorxonalardagi odam badallari ochiq bo'ldi. Ochiq badallarni ko'rishi bir qabul qilmaydigan bir numus ishda. Shuning bilan Maria Montessori u bolalar bilan u darslarga qatnashmay, darsdan tushgan vaqt o'zi o'rganib shundaq qilib tirishib o'qiydi. Ammo u sinfdagilarningki maktablarning yaklishi iqtidoriga yetdi. Maria Montessori oxiri buningdan chidamasdan o'qishni to'xtatmoqchi bo'ldi, bu doktorlik kasbini yarim yo'lda to'xtatib qo'ymoqchi bo'ldi.
dadisi asli bu vaqtlarda Maryam Montessori har kun maktabga olib borib akilatdi. Bir kuni dadisining bir ish chiqib qolg'achqa bugun o'zing kel degan deydi. Shu Maryam Montessori o'z yolg'iz maktabdan qaytib, ko'nglida o kuni dadisiga uydagilarga endi o'qimaydiganligini demoqchi bo'lib shundan qarorga kelib qaytidi. Yo'lda bir kichik bola avvat bir yo'lda avvat bir burungi vaqtlardagi nimalarni ko'z oldimizga ekileli kinolar o'xshash qalaymaqan u bu yerda yaymichilar bor bir nimani ko'z oldinglarga ekansanlar shundoq bir avvat bir yaymichilar bor ko'chada bir kichik bola yo'lning o'rtasida bir tal yipni o'ynayotgan. Maryam Montessori buningga diqqatini berdi, ya'ni buni hayron qoldi. Shuning bilan yo'lning bir tarafida o'tirib bu bolani kuzatdi. Bu bola u yipga shunchalik berilib ketganda, xuddi u bolani u vaqtda hech qanday bir narsa u bolaga daxl qilolmaydigandek, hech qanday bir narsa u bolaniki diqqatini tortolmaydigandek. U bola shu bir tal yip bilan xushal bo'lib, yayrab, bütün vücudu bilan onun berilib ketib qolgan. Maryam Montessori u bolaga ashta qarab, qarang o'chib ketib qoldi. Kun bat qilib turibdi, nima o'zgardi. Kun bat qilib turgandiki Maryam Montessori andikin esiga kelib, bu Maryam Montessori necha soat o'tirib, aning keynidan uyga qaytdi. Shuning bilan ota-onasiga maktabni to'xtatish to'g'risidagi qarorini demaydi. Chunki Maryam Montessoriga shu bolaninki ishi ta'sir ko'rsatdi. Shuning aytsi Maryam Montessori o'ylaydi. Shundoq bir bola, nihoyat vayrona, usti bishi vayrona, tashlandiq bir bola, ko'chadagi bir yetim bola balkim. Balkim uni qo'sqa osh üstü bir shunchalik vayrona. Bu ko'cha nihoyat varanchurong. Mushundaq bir nachar sharoitda, nachar muhitda qo'lidagi bir tal jipdan xushallik tepayotgan. Xushal mushtaq bir jipga tayinib turib o'ziniki bir tadqiqotini amalga oshirayotgan yerda. Men nimishki doktor bo'lolmayman-ki? Men nimishki bu o'zim tanlagan yo'lni xushallik topolmaydim-ki? Men cho'qim doktor bo'laman deb qaytadan qadini rostlaydi. Shu kichik bolaniki jipga bo'lgan jip bütün zihnini berişi Maryam Montessori'ga qattiq ta'sir qildi. Shuning bilan Maryam Montessori shu kundan boshlab maktabdagi uning qarshi chiqilgan, tuvan ko'rgan har qanday ishlarga qarshi inkos qaytirdi. Yani saboqdoshlariga sizlar nima ish qilsanglar qilinglar, men cho'qim doktor bo'laman, bu kasbni cho'qim oyog'iga chiqirman deydi. Bundan saboqdoshlar hayron qoldi, bu bundaq yaqinmaydi debchi. Shuning bilan Maryam Montessori degandek doktor bo'ldi. Doktor bo'lib doktorluk kasbini bitirdi. Doktorluk kasbini bitirgan bilan o vaqtlarda dedik tabiben sohalarda ayollarni ishlatmaydi. Doktor bo'lgandan keyin april doktorxona o'rlashtirmaydi Maryam Montessorini. Maryam Montessorini shu yana hukumat tarafdan bir saranglar sanatoriyasidagi bolalarga qaraydigan ishni tepirdi hukumat. Shuningga mas'ul qiladi. Shu ishni taklif berdi deyli, taklif keladi. Saranglar sanatoriyasidagi sarang bolalarga deb. Bu vaqtlarda masalan saranglar degan vaqtida biz masalan vatanlarda o ayirish, turga ayirish taraqqiy qilmagan g'uljilardim saranglar sanatoriyasi deb batdi. G'uljinimi. Ularninki mengisininki har xil yerlar zaxmlangan bo'lishi mumkin yoki ruhiy kasal bo'lishi mumkin yoki mengisining zaxmisi bo'lishi mumkin. Buni ayirmagan holatda faqat az to'la shundoq chatqi va bolalarning hammasini opiriblam saranglar sanatoriyasi deb shay yig'ib qo'ygan. Ondan bularga yo bir atrofliq bir davolash olib berilmagan yoki ularga bir ko'ngil bo'linmaganda taşlandık bir balla, saranglar deb. Onun için bularni hammasini tuvan ko'rgan. Ota-onalari qabul qilmagan, ondan hukumat qabul qilmagan. Faqat u balla shu yerda yashab kuni o'ssi bo'ldi, qo'sqitoy fiziologik ehtiyoji qamdalsi bo'ldi deydigan. Hatto turmaga o'xshash u ballalarni qat'iyan ko'z gilmaydigan ashundaq bir muhitda sharoitni nachar birga. Maryam Montessori bu ballaga qarash taklifini qabul qildi. Bu ballar bilan Maryam Montessorining uchrashishi amaliyotda Maryam Montessoriniki ma'rif sohasiga yo'tkalganligining tunji qadami desak bo'ladi. Maryam Montessori bu nimaga saranglar sanatoriyasiga ballar bilan uchrashgandan keyin nima qildi? Bu balalarga bak ko'ngil bo'ladi. Bu balalarniki bundaq tashlandiq holat qilib qolganligiga bak ish chog'riydi. Bu balalarni ko'zitadi. Bu balalar saranglar deb atalgan bilan, umumyuzlik tashlandiq deb qaralgan bilan, bu balalarningki nurg'un ortiqchiliklar bor. Ba'zi balalarning ba'zi jihatlardan yetersizlik mengisida chataqlar bo'lgan bilan, yana ba'zi narsalarni noyatlik oson o'rganib olaydigan, ya'ni qog'i keldi bu balalar ma'lum jihatlardan da buni bayqagan Maryam Montessori. Shuning bilan bu balalarni Maryam Montessori davomli kuzatgan. Bir misolga ib o'ssak, Maryam Montessori shu balalarni kuzatayotgan vaqtda bir bala
yerga bolkani uvuqi deymiz, nanni uvuqi uvilib ketadi bolkani uvuqi. U bala u uvoqni teriydi. Terigandan keyin u yerda burun u balaga qaraydigan ayol u balani osh ko'z deb tillaydi-da, osh ko'z buni yeydi deb tillaydi. Maria Montessori buna diqqat qilsa, u bala uni yemaydi. Uni yemasdan u kichik nanning uvuqini qo'lda mushta qilib o'ynaydi. Shundan Maria Montessori buningdan yakkungi shunga o'xshash ushshaq narsalarni kichik bo'lgan jihatdagi narsalarni ko'zitish orqali nurg'un natijaga erishadi. Buningdan masalanga kichik yoshdagi bolalarningki nihoyatda kichik jismlarga, inchiki kichik jismlarga sezgur bo'lganligini bayqaydi-da. Shunday qilib Maria Montessori bu bolalarningki asta-asta sharoitini yaxshilaydi. Bu bolalarga sevgi muhabbat bilan muomala qiladi. Bu bolalarni davomli kuzatib, bu bolalarning zodi nimaga ehtiyoji bor, bu bolalar qanday o'rganalaydi, nimani qabul qiladi, qanday muhitda texim yaxshi o'rganalaydi, buni tadqiq qilib chiqadi. Ya'ni Maria Montessori bu bolalarni tadqiq qilish, bolalarga texim yaxshi ta'lim tarbiya berish uchun o'zim ham bu ma'arif sohasida ma'arif sohasida o'zini taraqqiy qildirdi. Ya'ni burunqi maqolalarni vaqtlarda maqolalar ko'pga ma'arif sohasidagi maqolalarni o'qiydi, har xil leksiyalarga qatnashadi, o'zini bu jihatdan taraqqiy qildirdi. Bolalarni nurg'un narsalarni qabul qildi. Bolalarni ko'z tutish orqali ularniki nurg'un alayliliklarni bayqaydi-da. Shunday qilib Maria Montessori nurg'un yangi narsalarni bayqab chiqdi. Masalan, ularning birisi bu kichik yoshdagi bolalar naiti ügünüşke herismen keladi. Ügünüşke herismen keladi. Öz ügünüp alalaydı. Çoğlarınki bularga məxsus bir narsalarni ügütüşke ihtiyacı bo'lmaydi. Andan bular sezgülər arqılıq texim yaxşı ügünalaydı. Sezgülər arqılıq, tutuş arqılıq, anlaş arqılıq, qıldıgan məşğulatlar arqılıq texim yaxşı ügünalaydı. Degenge o'xshash bir qator natijalarga erishidi. Davomliq bu bolalarga ba'zi narsani ügütidi. Bu yerdagi ügütüş bu bolalarninki o'zining ügünish alayligiga asosan məxsus çoğlarınki noqul bir narsani o'rgatish emas, bolalarniki qabul qilish oson bo'lgan bir xil material sunush yoki tema sunush deganga o'xshash har xil usullar bilan ularning o'rganilishiga yordam qilish, tabiiy o'rganilishiga yordam qilish orqali bir narsalarni o'rgatalaydi. Shuning bilan qisqa vaqt ichida bu yerdagi sarang deb tashlandi bo'lgan bu bolalar ilgirlab ketadi-da. Bularninki ish harakatlari nihoyatda ratlik, xodga tushgan deb qo'yamdiq. Xodga tushgan, ancha cho'nglarninki ko'rsatmalariga quloq soladigan, anglaydigan bo'ladi. Bu bolalarga matematikadan ba'zi narsalarni o'rgatadi, boshqa tabiiy fanlarni o'rgatadi, qabul qiladigan holatda. Ondan bu bolalarni Maria Montessori odatdagi normal bolalar qatnashadigan bir imtihonga qatnashtirmoqchi bo'ladi. Ama buni hukumat qabul qilmaydi. Maria Montessori buningdimi qayta yo'l mengish orqali, xizmat ishlash orqali buni nim qilib qabul qilg'izib, bu saranglar deb atalgan burunqi tashlandiq bolalarni odatdagi bolalar qatnashgan imtihonga kirgizadi. Degandek hayron qolarliq ish yuz berib, bu sarang bolalar bu imtihonda hattoki ba'zilari normal bolalardimi yuqori natijaga erishadi-da. Demak, bu bolalar Maria Montessoriniki qo'llagan usullari orqali odatdagi bolalardimi texim yaxshi o'rganalganda bu Maria Montessorini va boshqa shu zamondagi ma'rifchilarni bek hayron qoldirdi. Shundaq bo'lsa-mu buni yanlam raqobatchilar ham erlar mundaq aytganda bir ayolning undaq oldiga o'sib ketishni, oldiga chiqib ketishni xohlamaydiganlar buni rad qiladi. Buningki taraqqiy qilishni rad qildi, buni qabul qilmaydi. Maria Montessori bundan mundaq bir natijaga erishdi yoki mundaq bir qarorga keladi. Bundaq sarang bolalar yoki bundaq miyib, ruhiy jihatdan sog'lom bo'lmagan, miyasi zaxmlangan degandek mundaq miyib bo'lgan bolalarga biz shundaq maxsus ta'lim tarbiya qilsak, maxsus muhit sunsak, maxsus material sunsak, bularga maxsus ko'ngil bo'lsak, bu bolalar mundaq yaxshi natijaga erishgan yerda biz bu uslubimizni odatdagi normal sog'lom bolalarga ishlatsak uçaqda texmi yaxshi natijaga erishalaymiz emasmi deb o'ylab bu metodini yoki bu tarbiyalash usullarini odatdagi bolalarga tatbiqlamoqchi bo'ladi. Shundan bilan Maria Montessori buni yana hukumatga sunudi. Ya'ni Montessori maktabi etish uchun mundaq aytgan vaqtda o'zining metodini maxsus tatbiqlaydigan normal bolalar o'qiydigan bir maktab etish uchun taklif bergan vaqtida hukumat buni dastlabda qabul qilmaydi yana. Ammo Maria Montessori qayta yana kuchayish orqali buni ma'qul keltirdi. Ammo mundaq bo'ladi bu yerdami? Bir chat bir yerda hukumat nim qilgan.
bir qurilish sevayotgan nimalarga o'ltiraq rayon sevayotgan xalqga bu o'ltiraq rayonnidagi qurilish u mahaldagi lükchek bolalarninki daxl ta'ziz qilishi bilan faqat ilgari bo'lmayotganda ya'ni xish kesaklarini bulab ketayotgan aynaklarini chiqayotgan deganga o'xshash Nayt tüvən təbiqidəki adamlarning balları, kambag'al bolalar, ko'ch ko'tandagi o'qimaydigan shundaq bolalar shu zamondagi u qurilishni faqat qilg'izmagan. Shuning bilan hukumat Maryam Montessoriga mushu bolalarni yana yig'ib beramiz, mushu bolalarni boqsa deydi yana. Shu Maryam Montessori buni qabul qildi. Andan shu eng tuvan tabiqidagi ko'chidagi lükchek bolalar bular. Ashundaq hamma odamga bala qazayıp keldigan ko'chadagi bolalar. U bolalarni yig'ib bu Maryam Montessori yana bir maktab ochdi-da, nima shuni taklif qildi, hukumat shuni taklif berdi. Shuningla Maryam Montessori u bolalarni bir maktabga akirgandan keyin o'zining maktab o'qigan maktabga akirgandan keyin bu bolalarni davomli kuzatib, bularning ehtiyojlarini tepib chiqdi. Qanday muhitda ular yaxshiroq o'rganalaydi deb buni izlanib chiqdi. Ondan bu bolalarningki abay deganga o'xshash sezgular orqali texim yaxshi o'rganalaydi. Ya'ni bu bolalar bizningki bir narsani o'gitib qo'yishimizga, bizningki bir narsani qochlab qo'yishimizga ehtiyojli emas, balki o'zi qiziqqan sohada o'zining sezgilarini ishlatib eng yaxshi o'rganalaydiganligini isbotlab chiqqandan keyin shu sezgilar orqali o'rganalaydigan har xil materiallarni loyihalab chiqqan. Ya'ni loyihalab deganda shuni tuzib chiqqanda, ondan buni yog'ochchiga yasatgan. Hozir Montessori materiallari deb sizlar ko'rimizmi bir yerlarda o'yinchoqlar materiallar orasida ko'ramiz. Bu materiallarning ba'zilari, hammasi emas, ba'zilari Maryam Montessori shu vaqtda hayotida o'z qo'li bilan loyihalab chiqqan materiallar. Bu materiallar bolalarning shu sezgilar orqali o'rganishiga yordam beradigan matematika, geometriya o'rganishiga yordam beradigan, boshqa uqumlarni o'rganishiga yordam beradigan har xil materiallar. Degandek bu bolalar qisqa vaqtda yaxshi tuzalgan, ishlari rad kuchishgan, hamma ishlar tartibli bo'lgan. Montessori sahasida yoki Maryam Montessorininki nim qilgan, o'ttirib qo'ygan fikrlari asta-asta bu shu jamiyatda olqishga erishgan. Ya'ni buningki qilgan xizmatlari bag'an siri boshqalarninki qanoat hosil qilishiga erishganda, qabul qilishiga erishgan. Chunki bu yerda yana bir natijaga erishdi bu taladagi tashlandiq bolalarni tarbiyalash orqali. Ondan Maryam Montessori bu bolalarni kuzatish, ehtiyojlarini tepib chiqish, bularga tayyorlangan bir o'rganish muhitininki nihoyat muhim ekanligi deganga o'xshash bu fikrlarini bir umumlashtirib aytgan vaqtida bir Montessori metodi deb o'zi atamagan. Bularni Maryam Montessori o'zi atamagan. Unda xos bu metod yoki bu Maryam Montessorining usullari qandoq o'tirib chiqqan desak, Maryam Montessorining bu to'g'risida o'zining bundoq gapi bor. Men Montessori metodini ijod qilmadim, faqat bolalarni kuzatdim. Ularning ehtiyojlarini tepib chiqdim, o ehtiyojlarni qondirdim. Boshqalar buni Montessori metodi deb atadi degan. Ya'ni men Montessori metodi mundaq demadim demakchi. Maryam Montessori bolalarni kuzatdim deydi. Ya'ni bolalarni tadqiq qiladi. Bolalarga bir narsani o'rgatgan vaqtda cho'nglarning ichidagi narsani, cho'nglardagi bor narsani o'rgatmaydi. Bolalarni kuzatish orqali ular zodi nimaga ehtiyojli, nima izlayotidi, shuni beradi masalanga. Ularning zodi nima ehtiyoji bor, qanday o'rganishga ehtiyoji bor, nimani o'rganishga ehtiyoji bor, nimani o'rganishga ehtiyoji yo'q. Qanday o'rganishga ehtiyoji bor, qanday o'rganishga ehtiyoji yo'q deganga o'xshashda. Mushlarni qondirib o'ziniki yangi uslublarini, o'zguch uslublarini tatbiqlagan. Buni boshqa kishilar Montessori metodi deb atagan. Maryam Montessori o'z hayotida shu maktabidan sirt yana boshqa yerlarda, nurg'un yerlarda Montessori maktablarini ochgan, xilma-xil yerlarda leksiyalarni so'zlagan, boshqa ma'rifchilar bilan fikrlashib, yig'inlarga qatnashib qilgan, nurg'un kitoblarni yozgan bu metodi haqida va bolalar taraqqiyoti, bolalarning alohidligi haqida nurg'un fikrlarni o'tirib qo'ygan. Endi bizningki odatda Montessori metodi deb o'rganadiganlarimiz shu Maryam Montessorining fikrlari, ya'ni bolalar zot nimaga ehtiyojli emas. Bolalarni qaysi vaqtda nima qilsak bo'ladi, nima qilsak bo'lmaydi deganga o'xshash Maryam Montessorining fikrlarini o'rganamiz, ham shuning asosan farzandlarimizni tarbiyalaymiz. Maryam Montessorining fikrlaridan birisi mundaq. İnsan hayotidagi eng muhim mezgil oliy maktab mezgili emas, balki tug'ilgandan boshlab 6 yoshgacha bo'lgan balalik mezgildir. Chunki bu mezgilda bola kelgusidagi bir cho'ng kishini yetishtirayotgan bo'ladi. Faqatla aqliy iqtidor emas, butun insoniy iqtidorlar bu mezgilda yetiladi. Bolalar donolarcha yordamga hayoti bo'yicha bu vaqtda muhtoj bo'lgandek muhtoj bo'lmaydi. Bu gap nihoyat aniq turibdi.
bir insonning hayotidagi odatda biz bolalarniki dastlabki vaqtlar muhim deymiz. Ammo qaraydigan bo'lsak, burungi vaqtlarda yoki yaqinqi vaqtlarda oliy maktabni aytib muhim deydiganda, shu oliy maktab xuddi uningki kelgusini belgilaydigandek. Oliy maktabda haqiqatan balkim uningki iqtisodiy ahvolni belgileshi mumkin, aqliy jihatdan ba'zi bilimlarni egallashni kapolatlik bo'lishi mumkin. Ammo degandek bolaning haqiqiy hayotda, amaliy hayotda ehtiyojli bo'lgan qobiliyatlarni o'rganishi, hayati qobiliyatlarni o'rganishi tug'ilgandan boshlab 6 yoshgacha bo'lgan mezgilda bo'ldi. Bu vaqtda bolaning miya taraqqiyoti eng avjiga chiqqan bo'ladi, hissiy taraqqiyoti eng yuqori chekda bo'ladi, ham jismoniy taraqqiyoti eng yuqori chekda bo'ladi. Til taraqqiyoti eng yuqori chekda bo'ladi, sezgulik tartiblar bo'lgan sezgurlik davri mushu davrda bo'ldi-da. Bu vaqtda bir bola kelgusidagi bir cho'ng kishini yetishtirayotgan bo'ldi. Ya'ni har jihatdan o'zini taraqqiy qildirdi. Shu cho'ng kishi mushu kichik vaqtidagi menga, kichik vaqtidagi bolaga munosabatlik, kichik vaqtidagi bolaninki shu uchrashgan narsalari, ta'lim tarbiyasi cho'ng kichik, shu cho'ng kishini shakllantiradi. Bütün insoniy iqtidorlar mushu mazgilda yetildi. Bolalar donolar yordamga hayoti bo'yicha mushu vaqtda muhtoj bo'lgandek muhtoj bo'lmaydi. Montessori darsimizni anglagandan keyin, qatnashgandan keyin necha ana ma'no dedi. Koshki balduroq bilgan bo'lsam-chu deb. Masalan, bolalar 2-3 yoshga kirgan anlamashda dedi menga. Koshki balduroq bilgan bo'lsam-chu, kechikib qaptimi deb. Amaliyotda 2-3 yosh unchalar kechikkan emas, ammo dastlabki 3 yosh, 6 yosh vaqtlarninki naqadar muhimligini tushungandan keyin bu metod orqali u onalar pushaymon qilgandek bo'ldi-da. Albatta undan keyin tirsa uni o'rnini to'ldirib olib bo'ladi. Balkim 6 yoshdan keyin yoki undan keyin biz qancha kechiksa balkim u tas bo'lishi mumkin. Shunga qancha baldur bolalarimizga ko'ngil bo'lsak, bu ehtiyojlarni qondirsak, shuncha yaxshi. Montessori metodiniki qisqacha tarixi. Amaliyotda Montessori metodiniki tarixini bir aqir so'zlab chiqdik. Qanday o'ttirib qo'yilgan, qanday shakllanganligini shundaqo. Maria Montessoriniki qanday o'ttirib qo'yganligini, miyib bolalarni maxsus sistema, materiallik tarbiyalash bilan boshlangan Abay deganga o'xshash. Ondan normal bolalarga markazlashgan 1907-yilda tunji Montessori maktabini qurgan Maria Montessori. Undan keyin bu maktablar bag'an sari kengaygan, ya'ni Montessori maktablari dunyoda ko'paygan. 1911-yilda Amerikada tunji Montessori maktabi qurilgan, 16-yilga kelganda Amerikada 100 dan ortiq Montessori maktabi tijorat boshlagan. Ya'ni bu faqat bir qismi, dastlabki yillardagisi-da boshlanishi. Uning keyinidan butun dunyoga bu metod tarqalgan, maktablar qurilgan. Albatta bu maktablarni ochgan vaqtda bu metodni cho'qim o'rganish kerak, o maktabni ochquchi yoki o'qituvchi saplangan o'qituvchi bu metodni o'rganish kerak. Chunki Montessori metodiniki mayli bolalarga muomala jihati bo'lsin, ularga sungan muhit sharoit jihati bo'lsin, sungan materiallarda bo'lsin, andikin temalar, ya'ni bolalarga sungan dars temalarida bo'lsin, odatdagi ma'rifat sistemasiga o'xshash bo'lmaydi. O'qituvchilarning vazifasi o'xshash bo'lmaydi. O'qituvchilarning bu maxsus alohida vazifalari bo'ldi. Shunga Montessori maktab echish yoki o'qituvchi bo'lish uchun bu metodni cho'qim ayrim o'rganish kerak. Bugungi dunyodagi Montessori, bu Montessori sinfidagi bir ko'rinish, bolalar har xil mashg'ulotlarni qilyotdi, bu yerda birsi bir narsa quyayotgan o'xshaydi. Qaraydigan bo'lsak, bu bolalar balkim yasli yoki yasli ishida kichik bolalar bo'lishi mumkin. Bu bir narsani o'qib yozmaydi bu bolalar. Bir narsani o'qib yozmaydi. Qo'llar orqali bir mashg'ulotlarni qilyapti, bir narsani tutib qo'yapti-da. Ya'ni Montessori Abay degandek bolalar sezgular orqali o'rganadi, buning amal qilindi. Hozir faqat Amerikada 4500 Montessori maktabi, butun dunyoda 20 mingta Montessori maktabi bor. Yana birisi deb qo'ydigan gap, Montessori maktabi yoki yaslisi bo'lish uchun hech qanday bir patent huquqi yoki bir narsa talab qilinmaydi. Xolsam men bir Montessori yaslisi qura olayman masalan, Montessori yaslisi qursam hech kim Montessori nereden tapdın demeydi-da. Şuna Montessori maktabi deb atalgan, Montessori yaslisi deb atalgan nimalarning hammasi cho'qim shu to'g'ri usulda Montessori metodini tatbiq qildi delanmaymiz. Ko'rinish jihatda bu yerda materiallar, tayyorlangan bolalarga sunilgan muhit, sinfning shakli, Montessori metodiga xos qilingan bo'lsa-mu, ko'rinish shundoq bo'lsa-mu, bu yerda o'qituvchininki bolalarga tutgan muomalasi, bu yerdagi qonun, ya'ni qoidalar, sinfning qoidalari, uning keyinidan
ya'ni bu yerda nurg'un mohiyatlar bor, nurg'un prinsiplar Montessori metodida. Bularga amal qilinmayotganda, haqiqatan qilinmayotganda bu muhim. Materiallar, bu yerdagi ko'rinish albatta muhim, ammo bu yerda buningki texmi g'o'l bo'lgan so'ngiki borda, bu yerdagi faqat teshiriki terisi bu narsalarni ko'rib biz bak ishinib ketsak bo'lmaydi. Texmi muhim narsalar bor bu yerda. Şuna biz Montessori metodini yaxshi o'rgansak, ya'ni buni metodni haqiqiy tushunsak, Montessori maktabi degan gaplarga oldinib ketmaymiz. Hatto boshqa yasli yoki maktablarni bolamizga tanlagan vaqtidami, maninki uslublari mundaq bolalar uchun mundaq jihatdan foydali bu bo'ldi, bu bo'lmaydi deb tanlay olamizda. Yasli tanlagan vaqtidami baqiyada sagak bo'la olamiz. Qaysini yaxshi, qaysini yomon ekanligini bila olamiz. Bolalarimizmi uyda qaysi faoliyatlarni qilsak bo'ldi, qaysi faoliyatni qilmasak bo'ldi, qanday qilsak bo'ldi, qaysilarni qilsak bo'ldi deganga o'xshash bu narsalardami kallamizda bir o'zimiz ishonch qiladigan bir son paydo bo'ldi. Ham boshqalarning gapiga ishinib, unga qilibdi, men shunday qilay, narsani apiribdi bo'lsa, men apiray deb birsi bir narsani setib qo'yguncha, hammamiz oldigan ishlarni qilmaymiz. Montessori ma'rifining bosqichlari bu ma'rif sistemasida bosqichlar bo'ldi. Xuddi odatdagi ma'rifdami, yasli, boshlang'ich, o'rta maktab, oliy maktab deganga o'xshash Montessori ma'rifining bosqichlari bo'ldi. Avval oilada Montessori 0 yoshdan 3 yoshgacha asosan, ondan yaslidagi Montessori 3 yoshdan 6 yoshgacha. Bu yerda yana boshqa Turkiyada yo'q. Boshqa davlatlarda bu vaqtdan cho'ng toddler deymizgo inglizcha. Toddler sinipi deb bo'ladi. 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lganlarniki yaslidan burunqi tayyorlik sinipi bor bo'ldi-da. Buni o'rtaligida uni qistasaqmi bo'ladi. Bu vaqtda oilada tarbiyalasakmi bo'ladi. Ondan Montessori yaslisi, ondan Montessori boshlang'ich maktabi. Yerda o'rta maktabi. Qaraydigan bo'lsak, bu odatdagi maktablarning keyingilari ko'p farqlanmaydi, bosqichlar ko'p farqlanib ketmaydi. Ammo bu yerdagi ishchiligi jarayon ko'p farqlandi. Maria Montessorining o'zining fikridimi, bolalarniki bu vaqtlardagi taraqqiyot bosqichlari bir insonningki yetilish bosqichi nim qilmaydi, o'xshamaydi-da. Maria Montessoriniki fikrlaridan birisi yana bir inson tug'ilgan vaqtda u butunlay yetilgan holatda tug'ilmaydi. Mayli menga taraqqiyot jihatda bo'lsin, mayli jismoniy taraqqiyot jihatda, mayli boshqa jihatdan bo'lsin, u hech qachon mukammal tug'ilmaydi. U tug'ilgandan keyin o'zini davomli yetildiradi-da, davomli cho'ng bo'ladi u deydi. Masalan, menga taraqqiyotni tilga oladigan bo'lsa, Maria Montessori insonning mengisi yana tug'ilgandan 24 yoshgacha taraqqiy qildi deydi. Mengisincha davomli taraqqiy qildi 24 yoshgacha deydi. Bu taraqqiyotlar yana 0 yoshdan 3 yoshgacha, bo'libmi 6 yoshgacha, 0 6 yoshgacha bo'lib, 0 yoshdan 3 yoshgacha eng yuqori pallada bo'ldi. Ondan 6 yoshdan 12 yoshgacha bir bo'ldi, 12 yoshdan 18 yoshgacha. Ondan 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan vaqt balog'at ketish davri deb odatdagi pedagoglarmi bu vaqtni aytib muhim deydi. Maria Montessori bu vaqtni 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan o'xshash bir yetilish bosqichi deb qaraydi. 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar har jihatdan o'zini taraqqiy qildi. Har jihatdan ularning hayotidan cho'ng o'zgarish bo'ldi. Jimmidi mangan bola mangdigan holatga yetdi. Gap qilolmaydigan bolalar vatildab naqsh etadigan bo'ldi. 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'ldi bu narsalarning hammasi. Shunaq o'zgarish bo'ldi. Bu vaqtdagi undaq o'zgarishlarni Maria Montessori 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan vaqtni bir-birsiga o'xshaydi deb qaraydi. Masalanga, Montessori metod tarbiyalangan dongli kishilar, Montessori metod tarbiyalangan nurg'un kishilar bor. Montessori metodiniki ortiqchilik taraflari, alaylik taraflari bo'lganlik uchun insonning o'zligidan o'rganishga qiziqadigan, ondan o'ziga xos mustaqil fikr qiladigan, yetildiradigan deganga o'xshash mas'uliyatchan, mustaqil qiladigan bundaq alayliklar bo'lganligi uchun bu metodda tarbiyalangan nurg'un dongli kishilar bor. Ya'ni bu metod tarbiyalangan kishilar din utuq qozonganlar xili ko'pda. Bularning ba'zilari, masalan, Google'ning qurg'uvchilaridan, bu ikkisi, Amazon'ning qurg'uvchisi,